Assalomu alaykum, Bobur aka. Sizimiz charchamasiz. Assalomu alaykum, Junus aka. Ha, erkak bilan urushaman deyotgan odamsiz, adashmasam. Aka bitta rasmga tushib olsak bo'ladimi, Muratdan? Aka, rahmat kattakon. Xudo xohlasa chempion bo'lasiz, aka. Muxlisingiz addushi. Rahmat, aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Nima erkak bilan anaqa tashlayapsiz? Yuz tashlayapsiz, men muxlisi bo'laman erkak bilan, aka. Yibanmisan? Hozir keldim. Nima deyapsan? Senga fanatman dedi. Tushunmadim. Qachon sizga fanatman dedim? Hozir kelasizmi ketyapsan? Qachon sizlar rasmga tushdingiz? Hozir? Aka. O'zgaruvchanmisizlar qanday, aka? Nima? Normalniy muomala qiling. Men Uyat qilyapsan. mana quyet qiladi. Nima yuz tashlayapsizlar? Assalomu alaykum. Aka bitta rasmga tushing. Sizlar biznesi qilyapsizlar. Addushi aka. Prankovotu-da. Qisamiz. Kamera qo'l ko'tarib qo'ying, aka. Bu yoqda kameraga olamiz. Men sizni muxlisingizman, hech qanaqa erkak bilan emas. Bu yoqda ham kamera bor, aka. Rozi bo'lasiz lekin, aka. Ha, aka, hayronlar. Ozgina kechga keldik, kalti ham yeb ketardim. Aka, videoni postga olayman, maylimi? Jo'lo, lekin erkak bilan qo'shilib keling. Yo'q, aka, bu. Xursandmisiz? Men qasamman, aka. Xursandman, bilaman, liboy bilan keling. Addushi aka, joningiz sog' bo'lsin. Xafagarchilik bo'lmasin, aka. Просто endi yo'nalish shunaqa-da, aka. Addushi aka. Kim bilan bilaman, siz dedi? Xursandman, bilaman, liboy bilan kelavering. Ko'tini ayiramiz liboyni. Davay, Muratdan. Qadrdonlar, bitta videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Muxlislari bo'lsa, kommentariyada yozib ketamiz. Eshitdinglar, bu videoni erkak bilan ham tashlab qo'yinglar, xudo xolasa bosa-bos bo'ladi. Addushi aka. Lekin ko'rganimda Addushi xursandman aka. Siz bizni qaysi viloyatdan kuzatasiz? Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax. Xullas kommentariyaga yozing, qaysi viloyat ko'p ovoz to'playdigan bo'lsa, o'sha viloyatga borib, iminni video qilib kelamiz. Hozir men O'zbekistonda yagona bo'lgan Safir brend asosida ishlab chiqarilayotgan ichki kiyimlar tikuv fabrikasiga kelganman. O'zbekistonlik biznesmen aka-ukalarimizni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Safir brend asosida ishlab chiqarilayotgan ichki kiyim, tursuv, mayka, futbolka, bilyo deysizmi? O'zbekistonni 12 ta viloyatiga yetkazib olib borib beramiz. Nafaqat O'zbekiston, SNG davlatlari, O'rta Osiyo barcha davlatlarga yetkazib berishga imkoniyatimiz bor. Ha, yo'q, aka, juda ko'p joydan ichki bilib oladigan bo'lsa, Xitoy fabrichniy deydi, bu mahsulot sifati qanaqa? Mahsulot O'zbekiston 100% paxta HB hisoblanadi, tellatmaydi. Xitoy bilyodan ancha sifatli, yaxshi. Sifatiga kafolat berasiz. Sifatiga kafolat beramiz. Bo'ldi. Hamkorlik uchun quyidagi nomerlarga telefon qilib bog'laning. Agarda biz nomimizdan chiqsangiz, chiroyli narxda qilib berishadi.